Birozonkani boshladik. Birozonkani boshlash uchun kerakli riskalarga peremechka o'rnatiladi. Peremechkamiz bor edi, adashmasam. Hoppa, mana tayyor peremechkachamiz bor. Riskaga shundoq tiqiladi. Va u tomondan yaxta testchamiz bor. Mana shu bilan tekshirib olamiz. Xo'p. Bu yerda bu xona ishlash shart emas, bu xona ham shart emas. Bunisi ham, to'g'risi xonalarning hech qaysi panelga ishlamaydi. Faqat koridor ishlaydi. Bizda qaysilarni bilaman hozir. Xo'p, bittasi mana bu kabel, mana bitta toshdi. Chunki bu kabellar o'zi bitta tortilgan bu yerga. Mana bu qizil, ko'k, oq kabel. Qolganlari esa mana bunaqa. Malla, qaro, oq. Значит, mana bu kabel уже точный panelga. Xo'p, yana keyin xuddi mana shu kabel qarolarni ingichkasi bor, u ham bitta tortilgan. Bu ham ikkinchi etaj koridoriniki, mana shu. Mana shu ikkita kabel hozircha. Bu aniq, chunki men bu kabellarni o'zi bilaman, shu nimaga tortilganini. Ana endi. Hozir borib bu ketdi desak. Hop, mana hozir bir metga pauza qilib, metga chiqib oldim. Shtob amba ikkita kabel. Aniq u, yana bir metga qo'ydim. Shtob o'zim chaqatib qo'ymaslik uchun. Ana endi bizga kerakli bo'lgan bir dona rezetka bor. Bir dona rezetkamiz bor. O'sha rezetkani hozir topib panelga o'rnatamiz. Hop, bu ham bo'lsa mana bu rezetka. Bu yerda kamera qo'yiladi. Bu yerda kamerani narsalari ishlatib turish kerak. Постоянно onlaynda turish kerak. Hozir shuni topib biroz qilib qo'yamiz. Mana biroz vaqti keldi. Ana endi qaranglar. Mana bizda hozir mana bu qaro kabeldan to'rtta kelgan. Mana shu to'rtta kelgan. To'rtta kabel. Mana ishlatilgan. To'rtta tushgan. Ikkinchi etajdan tushgan. Shu to'rtta kabel bor. Kabelning bittasi hozir bizga kerakligi buning uchun Xo'p, mana shu kabelni hozir tekshirdim. Pauza bo'lib qolgan ekan. Qaranglar, mana shu kabel birinchi chetka qilgan kabelim birdan biroz-ongaga berdi mana. Xo'p. Mana hali qolgani mana umuman tozalanmagan. Qolganlari ham shu yerda, mana hech qaysi tozalanmagan. Bitta shu tozalanganda birdan chiqdi. Xo'p, ana endi buni точный o'yin bo'lish uchun bo'lgan peremechkamizni olib tashlaymiz. Peremechkani oldik. Ketdik, pastga tushamizda yana tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Hozir uni tekshiramiz. Yana qaytib kelib mana ko'ringlar. Agar signal yo'qolgan bo'lsa, значит mana shu. Xo'p, mana ana shu imенно o'sha riskamiz. Bunga metga qo'yamiz va dalish tekshirishni davom etamiz. To есть bo'ldi, mana qaranglar. Hozir bizga birinchi etaj koridori, ikkinchi etaj koridor kabeli bor, mana. Mana bu ikkita kabel, mana. Mana bu ikkita kabel birinchi etaj bilan ikkinchi etaj koridoriniga mana shu. Va bitta kerakli bo'lgan kamera ishlashi kerak bo'lgan kabelni ham topdik. Mana bu ham tayyor. Xo'p. Birozonkamiz tugadi. Prinsipda boshqa birozonkka qilishimiz shart emas. Ana endi shitni terishga
Так, приступаем.